programmani Cumhur Go'shma xabarlashchi Shinjan sho'risi alayda talab qilgan. Mamsa. Ta'sirlik bilvol muzika mungsiz to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqaraydi. Jumhur ko'chma aloqasi kuchur mutaxassisi. Qadrli ko'rman do'stlar, xalqimizning muqamchilik san'at taraqqiyot tarixi va uni avlod-avlod beyitib mukammallashtirib, zamonimizga yetkazgan Turdoxun aka qatorliq san'at peshvolarining hayoti va shuhratlik amgigi yozuvchi G'ayrat Abdulla apandining Tavarik nomli romanida tarixiy badiiy kamolini topgan. Bugungi suhbatimizga biz oliy muxbir, yozuvchi, adabiy tarjimon G'ayrat Abdulla apandi, dаңlıq obzorchi, tadqiqotchi Muhammad Po'lat apandi, Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyatining bosh muharriri, oliy muharrir Abduz Qayum apandilarni taklif qildik. Sizlar sizning qalbingizni zaratlab, qo'lingizga qalam oldirgan ishzodi nada? Mushundaq ikki aslilik sabab bo'lgan. Eng oxiri muvaffaqiyatli biz jamoatga topshirdik. Qadrli ko'rman do'stlar, biz suhbatimizga rasmiy kirishdan burun Tavarik nomli romanning kirishmasidagi bir qism mazmunlarni o'qib ko'raylik. Zamonlardan buyon bizning xalqimiz har xil aqidalarda bo'lib, har xil dinlarga e'tiqod qildi. Lekin ularni almashtirib turdi. Yangi e'tiqodga chaplashganda burunqilardan soqindi hisobida qisman yo'sin odatlarni saqlab qolgandan boshqa ilgirki aqidalardan voz kechdi. Har xil yeziqlarni qo'llandi, lekin yangilarni qabul qilganda burunqilarni tark etdi. Hatto ularni saqlabmi qo'ymadi. Har xil ism familiya, nom-nasab yo'sinlarini odat qildi, lekin yangilariga ko'chganda ko'nillarni tashlab etdi. Nurg'un kiyim-kechak, egin shakllarni ishlatdi, lekin yangilarini qabul qilganda ko'nillarni unutdi. Ammo bizning xalqimiz har zamon, har qanday makonda bir narsadan, ya'ni o'zining naqsh usul muzikasidan, jumladan o'zining muqam san'atidan ayrilmadi. Balki san'atni bo'libmi, o'yinchi muqamni o'z milliy ro'yitning qo'rg'ini sifatida qo'llaydi. O'ziga xos milliy xarakterining inkosi sifatida quvvatladi. Eng ichki ma'naviy dunyosining izhori sifatida azizladi. Uzoq tarixiy madaniyat an'anasining umid sifatida asirdi. Üzülmez ijodiy iqtidorining namoyishi sifatida qadrladi. Fojialik taqdirning boran chopqullari har qancha shafqatsiz bo'lsa-mu, hayotlik musofisining mushaqqatli safari qancha kulfatli bo'lsa-mu, nahun zahmak kamolchilari bilan o'z xalqlarini unditib, u orqali o'zining qalb sadosini yangratdi va uni o'z mavjudligining muzikalik signali sifatida zinhor uzib qo'ymadi. Balki uni o'zining yashash iqtidori, tafakkur javiri, or nomusi, g'urur vijdonini bir-biriga chatadigan jon hissi sifatida davomlashtirib keldi. Yuqorida Qur'on o'qiyotgan vaqtimizning o'zida bizningki qalbimiz haqiqatan larzi keladi ekan, choy qiladi ekan. G'ayratga muqamchilik san'atiga bo'lgan o'tliq aqida va yolqinlik muhabbati bilan zamonlardan buyon san'at peshvolarimizning mushu muqam san'atiga bo'lgan an'anasini joriy qildirib, mushu xalqimizningki qimmatli madaniy merosi bo'lgan 12 muqamni zamonimizgacha yetkazib kelgan Turdoxun akaninki hayot kechmishlari asosiy liniya qilingan mushunday bir zo'r ham ahamiyatli bir temada sizning qalbingizni zaratlab, qo'lingizga qalam oldirgan ishzodi nada? Bunga men bunday bir ikki aslilik orqali bir javob berayman. 2005-yili atyoz mazgillari bo'lsa kerak, men bir hukumat ishi bilan Abdumurayli xalq qurultiyi doiy komitetiga berib, ish bitgandan keyin shu yerda ishlaydigan Sulton Mahmud ismli bir birodar akamiz bilan shu
şu Abdurrahman Xalq Qurultayı Komitetining müdiri bo'lib ishlayotgan Abdurrahman akini bir yo'qlab o'tayli deb ishxonasiga kirdik. Abdurrahman aytdiki, bizda o'tmishni unutish osiylik. Suv ichgan chig'ingda quduq qazg'inni unutma degan gaplar bor. Hozir 12 muqomimiz guzilib, uningdan nurg'un yangi narsalar ijod bo'lib, nurg'un ishlar bo'ldi. Lekin biz 12 muqomni o zamandan bu zamanga yetkazib Turdaxun akini unutib qo'yamiz. Sen ukam qo'lingdan azroq yezishlik kelgandikin Turdaxun akining hayotini va uning shu cho'pisini bir aksar turgan bir nima yezib baqsan qandoq dedi. Endi Turdaxun aka demaklik 12 muqom demaklik. Bu 12 muqom mening nazarimda nayt buyuk chima. Men buni darrov jur'at qilolmadim. Men buni qanday qilishim kerak deb o'ylanib yurib, yeni bir mundaq bir asrlik esimga tushdi. Ya'ni 1985-yildan 1987-yilgacha men Beijingda Markaziy partiya maktabida 2 yil o'qidim. Endi biz Beijingda 2 yil o'quvchi bo'lgandan keyin Beijingdagi cho'nglarni, masalan, shu vaqtda Seyfin Efendi, Seyfiniz. Bunda çoğlarını heyet bayramlarda bulup heyetlarda heyetlab yo'qlaymiz endi. Keyin bir ish kutim bag'andikin saat konuştuk. Bu paranglish jarayonida o'zimizning oxiri 12 muqomga ketdik. 1920-yillarning boshlarida Seyfinning 10 yoshlarga kirgan vaqt ekan, Talhag'unbayning uyida bir mehmon bo'lgan vaqtda birinchi qitim ko'rishgan. Turdaxun akani. Ikkinchi qitim 48-yili Xotan sanat ömrüge terkibide Turdaxun akam asrar ketdi. Turdaxun muqam degan adam bugün aş ko'rakda muqam o'rinlaydi ekan degandikin bu adam shunday deb berib, shu sanada bu Turdaxun akamning muqamini bir muqamdan parcha o'rinlashini anglagandikin endi kichigida ko'rgan Turdaxun akam shu. Shundan shu ko'rak oxirlashgan kun Turdaxun akamni ep qilib, Abdullah Aziz aksining uyda akşam kişiler 12 muqamның hammasini tutup anlap çıkıyor. Azatlıktan killa bizim merkezde bağa aldı ki orada zonluyorlar sözüşür. Beijing'den maksud vakti Uygurlardan not yazışını bildiğin adam olmagan diken. Ben ton şu Lianshao mi diye adamın zonluyunun yoluyla bu için bu arkalık Şinjan'a ekeldirip andikin Turdaxun akamni çoğ oğlu Huşraxun bilen Qasımcan qambiri orqali izlab topqizib, o'dan birin Yasin Xudoyverdi degan odamni mas'ul qilib, bir ko'rib qurib, uni birinchi qitimda arshidni tatbiqni qatib qilib, Vantun shu bilan Turdaxun akam o'tirisda Abdukarim Xo'jayevni tarjimon qilib, bularni uyushtirib birinchi qitimni xizmatga qilish mag'lub bo'lgandan keyin 54-yil andikin armiyada molla nimasi tipchinikam tipchayli yo'q. Andi Erşin Tatlak, Abdukarim Xo'jayev, Vantun şu an notini yazdı. Ayali ünalgını başkurdu. Andikin bunun meşrep ve dastan kısımlarını bildi okup bilişke Huzudun Abdülü Carlayıp akılan Roz'dan bir akine çağırıp bir grup teşkillep 13 gün kalmışlar kutkuzu ve jariyan doğrusunda hikaye söylüyor. Ama Abdurrahman'ın heliki bu eserini yazış dalalar kılış bilen Seyfin Efendi'nin bir mansuda pegan asliligini ben ikisini yugurup en deslette bu kitabı yazış. Bunda roman, bunda çok acımlık eser yazış kağıdım yok. Fakat Turdaxun akının kısaca hayat sergüzeşçisi yazıp gidip bu 12 muqamni Azat'ın kim partiye hükümet ve rehberlikte Seyfin Azizi Efendinin konkret mesul buluşu bilen bu şimdi kandak kuzuk kakalık biz jarayanına bir ifade ettirdiğen bir çoğrak uçurik mi o? Ya komusa bir biyografik kısmı mı? Bir küçük izimlik. Muş mezmununa ifade ettirdiğen bir nemiyiz razısı gelip Abdülhamid'in ettim şu bir iş başlap bunu kazan kırgız boğan dedim. Atırmış ürünüş başladım. Bu kitabın yazılışıga muşundak iki küçük esirlik sebep olur. Bizga
Təvərik romanı nəşr qılınışdan burun Abnun rayonimiz təvəssüki nopuzluq mütəxəssislər nicam qılıb bu romanni astoydil inchga tadqiq qilish va muhokama qilishni o'tkazibsizlardi. Aslab baxsangiz shu vaqtdagi muhokama yig'inida mutaxassislarning bu romanga bergan bahos qanday bo'lgan? Yani kim dashlarda buni bir oy atrofida o'qib ko'rib faqat bu Təvərik degan nom bilan yozilgan bu asarni haqiqatan bir muhim asar, tarixiy asar. Lekin real ahamiyatini cho'ng'il bo'lib, bu vazifani aytdi. Eg'irgan, ham sharaf ekan. Mushuni o'zini chiqitish bu yoshlar nashriyati uchun bir cho'ng bir ish o'g'rak deb o'yladik. Shu vaqtning o'zida bir oydan keyin andin shu Abdumurayimizdan ko'z ko'rilgan mutaxassislardan Imin Ahmad akam, Xo'ja Abla akam, Mehmet Polat akam shunda bir doirda bir 10 ga yaqin mutaxassis chaqirib biz yoshlar nashriyatining bir yig'in ochdik. Yig'in maxsus mushu kitobni, mushu romanni qanday qilsak, texim yaxshi jamoatchilikka topshirish, qanday qilsak bir yo'l obdan chiqarish to'g'risida muhokamalashdik. Mana keyin yig'in qatnashgan mutaxassislarda nurg'un talashlar, nurg'un fikrlar tushdi. Eng oxirdagi yig'in chaqlimda endi bizga nisbatan bunda bir ikki turli talabni o'tirib qo'yildi. Birisi, bu kitob haqiqatan yaxshi yozilibdi. Bu kitob Abdumurayimizning bir oq o'rni to'ldirgan, mushu maqom jihatga bo'shliqni to'ldirgan mushuna bir yaxshi asar ekan. Bu qolsa Shinjang yoshlar o'smir nashriyati buni eng tez suratda chiqarsa degan bir talab. Yana birisi sifatini eng yaxshi sifat bilan tirishib baqsa degan ikki talabni qo'ydi. Qo'ygandan keyin bu qatimda shu yig'inning ilhomi turkisi asda biz yoshlar o'smir nashriyatidagi tahrir muhar yo'ldoshlar o'zimiz ayrim yig'in ochdik. Aytib shu kundan boshlab biz buni idoramizdagi shu nashriyat qilimiz deyotgan kitoblarning orasidagi bir no'xta kitob qatorida muomala qildiganga, ana ustiga qadam tizildiganga shuni tutush qildik. Biz Abdumurayim tematik planni biz nashriyatlar olgandan keyin buni axborot nashriyat idorasiga yo'llaymiz, yuqoridan tasdiq keladi. Buningga bir necha oy vaqt ketdi. Ikkinchisi biz endi nima bu tartibdan basma zavodlarni oldin o'qish kerak. Buning qanday qog'oz ishlash kerak? Bu yerda tafsil ishlarni aytib ko'p. Maqola kelgan ekan, bu bir endi maqola bir asar, uni bir yaxshi kitob chiqarish uchun oldi bilan mas'ul tahrirlar, muharrirlar obdan ishlash kerak. Bunun rassomlar obdan layilish kerak. Ani basma zavod buni cho'qim yaxshi qog'ozini ishlatib, buni yaxshi besish kerak. To'p-to'g'ri 5 oy ichida bu kitobni asosiyatdan o'rindab, eng oxiri muvaffaqiyatli biz jamoatga topshirdik. Obzor yezishqa qiziq bo'lgan omil qanday qoldi? Ko'p hollarda kitobxon kutilmagan natijali oxirlashadi. Shu bular bilan parangiz orqali Xudoxon akamning 6 avlod nasab tarixiga bo'ldi. Muhammad Polat aka, siz endi shu obzorchilarning ichida tunji bo'lib, shu roman haqida tarixiy biografik roman ijodiyatida muvaffaqiyat chiqqan yangi badiiy izlanish nomli bir obzorni yozib e'lon qildingiz. Keyin bu to'plamingizga kirgizibdi bu to'plam. Endi sizni mushu asarga obzor yozishga qiziq bo'lgan omil qanday qoldi? Mening qarashimcha bu 12 muqom mushu xalqimizning milliy ruhi bilan milliy engining endi tavlangan jabri. Mangu takrorlig'i va qayta yaratqili bo'lmaydigan muqaddas ma'naviy boyligi. O endi mening bilishimcha endi 2690 misra klassik she'r, 260 ayrim va mustaqil köy og'ingdan tuzilgan büyük san'at qomusi. Endi muqam ustoz Xudoxon akam mushundoq boy va murakkab san'at mirosimizni o'z qalbidagi pok saqlab, asli holati bo'yicha davrimizga yetkazdi. Meningcha bu endi mangulik yig'ilgan büyük tarixiy töhfa. Endi kishini afsuslantirdigani shuki, bizning adabiyotimizda mushundoq bir qudrat, talant egasi bo'lgan oddiy bir büyük odam to'g'risida oddiy bir asrim yozilmadi. Bizning yozuvchimiz G'ayrat Abdulla cho'ng ijodiy g'ayrat kelib, o'zining Təvərik nomli tarixiy biografik romanda bu temani keng badiiy saviyada aks ettirib, Xudoxon akamning
büyük tarixiy töhfasiga yorqin badiiy obid tikildi. Endi men romanni qo'lga olgandan keyin 2,5 kun ichida o'qib tugatdim. Bu endi meni qiziqtirganligini tushuntirdi. Roman nayt yirik asar bu endi. Undan keyin o'qib chiqqandan keyin menda bir ajoyib bir ta'sirat qoldi. Birisi roman mazmun va badiiy tarafdan nayt pishqishanganligini his qildim. Buni alqi bir nechta tarafdan sharhiga bo'ldi. Birinchisi romanning zaman, makan nayt aniq, davr nayt quyuq. Har qanday odam o'qigan vaqtda shu davrning ichiga kirgandek his qildi. Romanning badiiy sahnasi ayni yillardagi qadimiy Qashqarning real ijtimoiy hayoti. Yana birisi romandagi personajlar xarakteri nayt ro'shan. Faqat 100 yil ta'alluq bo'lgan xoslik ega. Bu romanda dehqon bor, o'lima bor, shoir bor, olim bor, amaldor bor, Gundupay bor, mudarris talib bor. Hammasining shu hayot yo'lidan paydo bo'lgan xarakteri bir-birisidan tutun farq qildi. Kitobxon bular mutlaq bir-birisiga aralashib qo'ymaydi. Yana birisi mushlarning xarakter o'zgarishisining shu alayidligi shunday darajada ro'shan bo'lganki, bularning o'rniga bir-birisini mutlaq dastlab kelmaydi. Bu yozuvchining olganda nihoyatda muhim taraf. Yana bir alayidligi romanning badiiy qurilmasi aytib mukammal. Cho'ng ko'rinishdan o'ziga olgan bo'lsa, buni shu ajoyib moyillik bilan bir-birisiga bog'lagan. Undagi roman voqealiklarning o'zi jiddiy nihoyat qiziqarli bo'lib, nihoyat ko'p hollarda kitobxon kutilmagan natijaga oxirlashadi. Bu romanda bunda ikki xil alayidlik bor ekan. Asli Tudaxunkamning hayotini shu real hayot ko'rinishi orqali aks ettirsin bo'ldi. Lekin avtor Tudaxunkamning san'at faoliyatini Uyg'ur muzik tarixining yiroq manzarasi bilan bog'lagan. Muqam ustozlari Qidirxon Amanning Saqallar davriga kitobxonni boshlab kirgan. Bu bir tarafdan olganda Tudaxunkamning obrazini yuksak pallaga an'anaviy doira qaytarishdan boshqa romanni cho'ng bilish qiymatiga ega qilgan. Yana birisi romanda endi shu odamning aqlini beyitadigan, tafakkurini qo'zg'aydigan, hayot va dunyo haqidagi tushunchisini cho'nqurlashtiradigan, nihoyatda hikmatga to'yingan badiiy falsafiy muhokamalar bor. Mushu yuqorqi narsaning o'zi men romanning menga bo'lgan ta'sirining yadrosini bekitdi. Mush yuqorqi ikki omil mening shu roman haqida o'zimning olgan kitobxonlik ta'sirotlarimdan bir maqola shaklida aks ettirib kitobxonlar bilan o'rtoqlashib beqish irodasiga keltirdi. Men shu tafsilotlar orqali bu romanni obzor yozishni tanlab oldim. Shaxsan men bir o'qirman bo'lish kutilmaganimda mush asarni o'qib, shuni men nurg'un tarixiy uchurlarga ega bo'ldim desam bo'ladi. Undaqda g'ayratga siz mush romanni yozishdan burun mush romandagi voqeaga kishilarningki hayotiga munosabatli bo'lgan joylarga beribsiz. Masalan, Yakan, Yengsa, Qog'liq, Qashqa, Ili, hatto Shomin, Shiyallargacha berib, ayni vaqtdagi mush tarixiy uchurlarni aslab beralaydigan pishqadam kishilar bilan didoriy muloqotda, ziyorat suhbatda bo'libsiz endi. Undan mush kishilarningki va siz to'plagan materiallarning mush romanni yozib chiqishingizga ko'rsatgan afzalligi roli nima bo'ldi g'ayratda? Men mush joylarda ba'zan oilalarda 15-20 kun, ba'zan oilalarda hatto 10 kun bir 3 oyga yaqin vaqt aylanib shu Tudaxunkamning shu tug'an mangan izlarini qo'g'lab, shuning o'z hayot vaqtida bizning o'tgan birodar bo'lgan konu zamondoshlari, ilfatdoshlarini hayot qolganlarini izlab tepib, bir iz qo'g'lab 60-70 tak odam bilan paraqlashdim. Bularning ichida menga bir omadlik bo'lib uchrag'ini birisi shu Yenisada 30-yillarda shu ta'minlash savdo tarmoqlarida ishlab, keyin shu Yenisa sanoat nafsda mataylab
qilgan bir Mo'ydin aka deydigan bir huquqliq bir odam. Shu men ko'rishgan mazgillari shu 2006-yillari 82 yoshga kirib ketgan bu odam. Bu Tudaxun akamning shu balliq davrlaridan tortib shu nechiqatim shu Qashqarga borgan vaqtim shu ma'bidi bilib berib kelib nurg'un hikoya sarguzashtlarini olgan bir shaxsdan. İkinci birisi bu Qağılıq tuğa vaqtında Tudaxun akamning cho'ng o'g'li Qağılıqda bilgan. Cho'ng o'g'li Hujraxun dab 13 muqamli Lintiq olgandim shu odam dab ketmagan. Shu Hujraxun deganning cho'ng o'g'li Abdurishxon ustam bu. Ustam deyishimiz sabab bu mashin kuchlik bilan ömrünü o'tkazgan odam ekan. Shu Abdurishxon ustam bilan suhbat. Tasoddifiy. Üçüncüsü bu Yakende bo'lgan mazgillarimda Abduqodir Davud deydigan tarixni yaxshi biladigan bo'lib Saydiya xalqining keyingi davrlardagi har qaysi mazgillardagi har qaysi davrlardagi eng ushaq tafsilotlargacha bizning tariximizdan pichiq bo'lgan bir tarixchi odamlar. Men burun ko'rishgan 60-70 odam ichida mush 3 odamdan olgan ma'lumot va nima turmush o'yin jarayonida men erishgan materiallar ko'p bo'ldi. Bu material haysiyatning ko'p bo'ldi. Birisi men shu bular bilan parangiz orqali Tudaxun akamning 6 avlod nasab tarixiga oldim. Bu material erishgandan keyin ko'nglimda yeni bir xil armon tug'ildi. 5-6 oycha bikinib o'tirib, shu bizning muqomchilik tariximiz, muqomlarimiz, bizning san'atimizning paydo bo'lishi, uning taraqqiyot jarayoni va Müsne dair yazma materyalları arasına girip Cumhur'un, Çetel'in, Hazrullar'ın ve başka milletlerin bulup mu bizim Uygur alimlerimizden mesela Abdurrahim Şükür Efendi Akimez Abdüşkür Mehmet İmen İmen Tursun Aka Andrikin Abdüşkür Turde Ahmetcan Ahmedi Müşnak bir yürüyüş bizim muqam tatbikatıyla şu anda Hanzular'dan Cuciye, Ventun şu Katarlak Musa'nın 12 muqam Çetel'den tercüme kılıngan Hanzular'da tercüme kılıngan bulup 50-60'tek kitap ve zirgrak ilmi makallarını okup ben Seydiye kaldırdım burunki ahvalda olan dönüştüm. Muhammed'ga asardan ait zor bir töküm personajlar topu var. Tudaxun aka obrazını gavlandirib berishda shu asardagi shuncha ko'p personajlarningki roli nima bo'lgan endi? Romanda tasvirlangan personajlarning o'zi har qanday bir o'rinda faoliyat bilan shug'ullansin yoki boshqa bir harakat birmidi bo'lsin, hammasi bir xil badiiy yo'l, bir xil badiiy tafakkur yo'l bilan avtorning qalami orqali Tudaxun akam bog'landi. Bu personajlarning o'zi Tudaxun akam bilan bo'lgan munosabat orqali Tudaxun akamning badiiy obrazini texnik yuksaklikka ko'tardi. Uning ma'naviy dunyosini texnik keng doirada ochdi. Romanda mana shunday bir ruh bor. Bu yerda shu odamlar bo'lgan konkret munosabat orqali Tudaxun akamning adolat, haqqoniyatni qadrlaydigan, buning uchun yuzini beg'ishchasi yanmaydigan ma'naviy dunyosi oshkorlandi. Endi jasoratlik yezi qizi Sipingi bilan bo'lgan muhabbati va shu doiradagi kishilar bilan bo'lgan aloqasida Tudaxun akamning muhabbat, vafo, tuluq, pok oliyjanob qalbi ochildi. Demak, bu romanda tasvirlangan qo'shimcha personajlarning roli Tudaxun akamning obrazini yuksaklikka ko'tarish va uning ma'naviy dunyosini texnik nurlantirish uchun xizmat qilgan. Bu ijtimoiy ilmi hozirgacha biz chiqayotgan kitoblarimizda eng oldin egalladi deb qarash bo'ladi. Tabarak romani muqam san'atimizning keng murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini yo'rtishga bag'ishlangan vazimat yig'ir asar. Texnik go'zal madaniyat yengini yaratishga ilhomlantirdi. O'z san'atimizning yiltiziga sodiq bo'lish. Ablizga anlasak Tabarak nomli bu roman Davlat Millatlar ishlari komiteti mamlakatlik axborot nashriyot bosh mahkamasi tarafidan o'qirmanlarning o'qishiga tavsiya qilingan 100 mashhur kitob qatoriga kirgizilibdi.
Unda olganda mushu asarninki mushunaq şan-şərəflərə erişişi bilan asarninki bədii ictimai qimmat o'tirsida qanday bir bağlanışı var. Bu bir nəşriyyat. Bir kitabni tematik bilan qo'ygan vaqtida eng oldin o'ylaydiganı uning ijtimoiy qimmati bilan iqtisodiy qimmati. Andan keyin bu zot asar nodir asarim emas buni. Yozuvchi yezib eganligi u qilolasa. Mening bu yerda demoqchiligim biz ijtimoiy qimmati bilan iqtisodiy qimmatini o'ylashgan ekanmiz. Cho'qim ashuni sifatlik obdan chiqarib jamoatchining yaxshi alqishga erishtirish bu muhim. Hem Tevarik degan bu romanni misal alsak, bunun zadi ijtimoiy qimmati neydi? Bunun iqtisodiy qimmati neydi? Maya kelgan vaqtda biz Abdumurayim bo'yicha buning boshqa tashviqotni elib bormadik, lekin o'ldigidan bu kitob jamoatchilik bilan yurishgan ekan bizga baza topdi. Undan boshqa buning nashr qilishimi Abdumurayimlik hukumatdan madad berilgan edi. Endi Abdumurayimizda hammaga ma'lum Sharq Shamali qurilishi deymiz. Shundaqlıqqa yezi qiraatxonalar kitobchilik qurish deymiz, mana qurishlar bor. Bu kitob shu hukumat tarafidan shu yezi kitob qiraatxonalarga solingan kitob. Demak, keng o'qirmanlarimiz, yezi qishloqda o'qirmanlarimiz bu kitobdan xabar topdi, ham diskushdi deb hisoblaymiz. Bu bir cho'ng madad. Nashriyatlar chiqargan kitobni shu hukumatning setib olib, dehonlarimizga haqsiz bagish bu cho'ng ish. Bu bir partiya hukumatning g'amxo'rlik deb tushunsak bo'ladi. Butun mamlakat bo'yicha 578 dak nashriyat bor. Bu har yili degan necha 10 minglab, necha 100 minglab kitoblar chiqadi. Shuncha olajaq kitobning ichidan mamlakat bo'yicha 100 kitobning qatoridan o'rin oldi deganlik bu biz uchun cho'ng sharaf. Bu ijtimoiy ilmi hozirgacha biz chiqarayotgan kitoblarning ichida eng oldin egalladi deb qarash bo'ladi. Muhammad Po'latga Tevarik romani Muqam san'atimizning murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini yo'rtishga bag'ishlangan vazinoat ig'ir asar. Shunda qo'g'in ekan albatta asarning badiiy ijtimoiy qimmati turganligi. Boya Abduzgan bu vaqtda biroz tushunlarni berdi. Endi siz mush asarning badiiy ijtimoiy qimmatini konkretroq bir ta'liq qilib boqgan bo'lsangiz. Bu Tevarik romanining ijtimoiy badiiy qimmati yalnız unda ikki tarafda esqil bo'lar ekan. Birinchi o'sha Tevarik romani davrimiz kishilarini muqomni qadrlashga, milliy madaniy meroslarimizni suyishga o'rgatadi. Ularning milliy iftiqorlik tuyg'usini urutib, umid va ishonch hissiyotini tavlab, ularning hayotini o'zgartirishga va texmi go'zal madaniyat yangilikni yaratishga ilhomlantirdi. Tevarik romani adabiyotimizda endi shakllanishga boshlagan biografik roman ijodiyatining badiiy qiyomiga yetkazdi. Endi adabiyotimiz barliq kelgan bu yangi o'zgarish menimcha yozuvchilarimizning tariximizda o'tgan buyuk töhfkor shaxslarimizni dodli qalamga ilib, shu tarixiy biografik roman ijodida texnik nodir asarlarni barliq keltirishga ilhomlantirdi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz nishat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar. Ayollik qaytish, qalb devishi, o'zlikni tonish va kelajak qatorliq mushu 3 kitobningki har qanday bir odam baxtli, xotirjam, xushal qur'on yashashni orzu qiladi. Baxtga erishishga esa to'g'ri yo'lga kirishda haqiqatan ijtimoiy qiyinchilik bor. O'qirmanlarga kichik jihatdan maslahatchi, yetakchi bo'lib qolar degan umidda Gulnor Tiyibning bu kuryosh kitobini nashr qildi.